Gruziya xorijiy sayyohlar uchun yangi kirish qoidalarini joriy qildi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab Gruziya barcha xorijiy fuqarolarning mamlakatga kirishda tibbiy sug'urtaga ega bo'lishini talab qiluvchi yangilangan siyosatni joriy etadi. Sug'urtasiz kirish fuqaroning 300 lari, taxminan $110 miqdorida jarimaga tortilishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, sayohatchilarga kirishga ruxsat berilmasligi mumkin. Sug'urta siyosati shoshilinch ambulatoriya yordami uchun kamida $5000, statsionar davolanish uchun esa $30000 miqdorida qamrovni ta'minlashi kerak bo'lib, bu qamrov baxtsiz hodisalar, jarohatlar, to'satdan kasal bo'lish va tibbiy evakuatsiyani ham o'z ichiga oladi. Sug'urta chegaraga kirishda olinishi va mamlakatda bo'lishning butun muddati davomida amal qilish kerak. Chegara xizmatlari hujjatni aeroportlarda ham, quruqlikdagi chegara o'tish joylarida ham so'rashlari mumkin bo'ladi. Qonun dastlab 2024-yil 1-iyunda kuchga kirishi rejalashtirilgan edi, biroq uning amalga oshirilishi 2026-yil 1-yanvarga qoldirildi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.